Yaqin Sharqda keskinlik soat sayin oshmoqda. Mintaqa yana bir yirik eskalatsiya yoqasida. O'tayotgan har kun Eron va Isroil urushidagi qizil chiziqlarni birma-bir tugatib bormoqda. Tramp barcha zudlik bilan Tehrondan evakuatsiya qilinishi kerakligini aytdi. Netanyahu esa Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayning o'ldirilishi ikki o'rtadagi urushni tugatadi deya ta'kidladi. Iran International manbalariga ko'ra esa Xomanay Isroil harbiy amaliyoti boshlanganidan bir necha soat o'tib Tehron shimol-sharqidagi yerosti bunkeridan panoh topgan bo'lishi mumkin. Nashrning qayd etishicha, Isroilga qarshi oldingi amaliyotlar chog'ida ham, ya'ni 2024-yilning aprel va oktyabr oylarida Xomanay aynan shu bunkerda bo'lgan. Trampning so'nggi harakatlari esa xavotirlarni yanada ko'paytirmoqda. U 16-iyun kuni Kanadada o'tayotgan G7 sammitida Rossiyani bu klubdan chiqarib yuborilganini tanqid qilib, muddatidan oldin ortga qaytdi. Oq uy esa uning bu qarorini Yaqin Sharqdagi vaziyatning jiddiy tus olgani bilan izohladi. Katta yettilik, ya'ni G7 davlatlari esa Isroilni qo'llab-quvvatlashlarini bildirdi hamda uning raqibi Eronni Yaqin Sharqdagi beqarorlik manbai sifatida ta'rifladi. Tramp esa Trust Social'dagi sahifasida Eron u taklif qilgan bitimni imzolashi kerakligi, ayni damda esa barcha zudlik bilan Tehronni tark etishi lozimligi haqida yozib, mojaroning yanada kuchayishiga ishora qildi. Eron men ularga imzolashni aytgan bitimni imzolashi kerak edi. Bu sharmandalik va inson hayotining bekorga sarflanishidir. Oddiy qilib aytganda, Eron yadroviy qurolga ega bo'la olmaydi. Buni qayta-qayta aytib keldim. Barcha zudlik bilan Tehrondan evakuatsiya qilinishi kerak. Fox News AQSh rahbari Yaqin Sharqda yuzaga kelgan vaziyat tufayli Milliy xavfsizlik kengashi a'zolaridan Oq uydagi maxsus vaziyatlar xonasida to'liq tarkibda yig'ilishini so'ragani haqida xabar berdi. Biroz o'tib Pentagon rahbari Yaqin Sharqqa qo'shimcha harbiy kuchlar yuborilishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kuchlar AQSh qurolli kuchlarini himoya qilish maqsadida yuboriladi. Pentagon rahbari Pete Hegseth ushbu harakat mintaqadagi mudofaa pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi deb hisoblaydi. Bu tomonda AQShning arzandasi ham mojaroga kerosin sepib, ABC News telekanaliga bergan intervyusida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanay o'ldirilsa, bu Eron va Isroil o'rtasidagi ziddiyatga barham beradi degan fikrni ilgari surdi. Bizda bu rejim tomonidan yoyilgan yarim asrlik mojaro bor. U Yaqin Sharqdagi hammani dahshatga soladi. U Saudiya Arabistonidagi Aramco neft konlarini bombardimon qildi. Hamma joyda terror, qo'poruvchilik va sabotajni tarqatdi. Eron abadiy urush istaydi. Bu bizni yadro urushi yoqasiga olib keladi. Aslida Isroil buning oldini oladi. Bu tajovuzga chek qo'yadi va biz buni faqat yovuz kuchlarga qarshi turish orqali qila olamiz. Isroilning aqldan ozgan mudofaa vaziri Katz esa Xomanayni Saddam Husaynnikiga o'xshash taqdir kutayotgani bilan qo'rqitdi. Men Eron diktatoridan urush jinoyatlarini davom ettirishni va Isroil fuqarolarini o'qqa tutishni to'xtatishni so'rab ogohlantiraman. U xuddi shu ishni qilgan Iroq rahbarini eslashi kerak. Bu orada esa Eron va Isroil urushining 4-kuni ham havo hujumlari va yong'inlar, yo'qotishlar va vayronalar bilan o'tayotgan edi. Eng qizig'i, har kuni deyarli bir xil ssenariy. Kunning ikkinchi qismida tushdan keyin Isroil Eronga hujum boshlaydi. Kechga borib esa Eron bu uchun Isroilga qasos zarbalari yo'llab, ushbu amaliyotni yarim tunga qadar davom ettiradi. Kunduzi yo'llanadigan ba'zi zarbalar esa bundan mustasno. 16-iyun va 17-iyunga o'tar kechasi ikki o'rtadagi qarama-qarshilikda eng ko'zga ko'ringan voqeliklar esa quyidagilardan iborat bo'ldi. Dastlab odatdagidek birinchi bo'lib Isroil Eronga hujum qildi. Eron davlat telekanalining tahririyati joylashgan binoga zarba berildi. Jonli efirni olib borayotgan mamlakatning eng mashhur teleboshlovchilaridan biri imomiy portlashdan so'ng studiyani tark etdi. Shundan so'ng kadr kul bilan qoplandi. Eshittirish esa bir necha daqiqaga to'xtatildi. Ammo ko'p o'tmay imomiy studiyaga qaytdi va efirni davom ettirdi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, oldinroq Isroil Eron poytaxtining telekanal tahririyati joylashgan tumaniga zarba berilishi haqida rasmiy tarzda ogohlantirgan va tuman aholisini zudlik bilan u yerni tark etishga chaqirgan. Ammo tahririyat a'zolari buni rad etib ishni davom ettirgan. Shuningdek, Sahal kuchlari shu kungi hujumlarda Eronning yangi bosh shtab boshlig'i, mazkur lavozimga 3 kun oldin vafot etgan Muhammad Bag'iriy o'rniga tayinlangan Ali Shodmoniy o'ldirilganini ham e'lon qildi. Isroil armiyasi bayonotida aytilishicha, Ali Shodmoniy Eron oliy rahbari Ali Xomanayning eng yaqin hamkorlaridan biridir. Ammo Eron hozirgacha bu ma'lumotni hali tasdiqlamadi. Shu o'rinda Eron mudofaasi ham Isroilning F-35 samolyotini urib tushirish bilan
havo mudofaasi hali uyg'oq ekanini isbotladi. Ammo urushning 4-kunida Eron tomonidan qilingan xakerlik hujumlari bu mojaroda yana bir burilish bo'ldi. Eronlik xakerlar Isroil televideniyasiga kiberhujum uyushtirib, ko'plab kanallarni signaldan mahrum qilgani aytildi. Shuningdek, so'nggi kunlarda Eronning sevimli nishoniga aylangan Hayfaga yana raketa hujumi uyushtirildi. Shahardagi ayanchli manzaralarni rasmga tushirish, bu yerdagi jurnalistik faoliyat butkul to'xtatilgani aytilmoqda. Hatto ba'zi manbalar Eron zarbalaridan keyingi vayronalarni tasvirga olgan fuqarolar birin-ketin hibsga olinayotgani haqida xabar berdi. Raketa hujumlarini jonli translyatsiya qilib kelayotgan YouTube kanallari esa bloklanayotgani aytilmoqda. Chunki ortda qolgan 4 kun davomida Eronning Isroilga yo'llagan halokatli zarbalari oqibatida Yahudiy davlatidagi shaharlarning ko'plab nuqtalari G'azo tusiga kirganiga butun dunyo guvoh bo'ldi. Shu bois Isroil rasmiy doiralarining bunday cheklovlari aholini vahimaga tushmasligi uchun qilinmoqda. Ba'zi nashrlar isroilliklar yaxtalar orqali Kiprga qochayotgani haqida ham xabar berdi. Trump Kanadadagi G7 sammitidan qaytayotganda Isroilning Eronga hujumlari to'xtamasligini ma'lum qildi. U Yaqin Sharqdagi vaziyatni Oq uydagi favqulodda vaziyatlar xonasidan kuzatib borishini qayd etdi. Donald Trump voqealar rivoji qanday yakun topishi keyingi 2 kun ichida aniq bo'lishi, ammo hozircha hech kim tezlikni pasaytirmayotganini ta'kidladi. U odamlar xavfsizligi, jumladan Tehronning evakuatsiya qilinishidan xavotirda ekanini qo'shimcha qildi. Shimoliy Koreya yoki Rossiyadan Eronga yordam belgilari bormi degan savolga esa Trump men bunday narsani ko'rmaganman deb javob qaytardi. Shuningdek, AQSh prezidenti Eron bilan muzokaralar olib borish uchun AQShning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Steve Witkoff yoki vitse-prezident J.D. Vance yuborilishi mumkinligini ham istisno qilmadi. U shuningdek Eron Amerika harbiylariga tegsa, AQSh unga qattiq javob berishini aytdi. Bundan tashqari Donald Trump Eron yadro qurolidan voz kechishi uchun mojaroga AQShning aralashuvi kerak bo'lmasligi va bu masala undan ancha oldin hal bo'lishiga ishonch bildirdi. Bundan kelib chiqadiki, Trump Isroil qo'li bilan Eronni yon berishga majburlayotgan bo'lishi mumkin. Chunki aynan shu mojaro Eronni yadro qurolidan voz kechish yoki urushni davom ettirish kabi qiyin dilemma qarshisida qoldirgandi. Biroq Fors qonunchilari yadro masalasida baribir bo'yin egmaslik yo'lidan ketmoqchi ekani haqida xabarlar bor. Ular yadroni tarqatmaslik to'g'risidagi 1970-yilda Eron tomonidan ratifikatsiya qilingan shartnomadan chiqish bo'yicha harakatlarni boshlashi mumkinligi aytilmoqda.